Vasiliy Yan. Chingizxon romani. Tarjimon Sobir Muhammedov. 7-bob. Haram asirasi. 4-qism. Xorazm shohining 300 xotinini kayfini xush qilib turish vakilning zimmasida edi. Bundan tashqari bularning axloqlaridan xabardor bo'lib turish, biror xotindan yengillik sodir bo'lsa, bunda Xorazm shohni xabardor qilish ham uning vazifasi edi. Turkman cho'lidan keltirilgan qizning fikri, firoqi va ko'z yoshlarining sabablarini bilish to'g'risida Muhammad shohning farmonini olgan vakil xotinlarning hiyla-nayrangi va sirlarini ochishda malaka hosil qilgan Ilon To'rch degan folchini chaqirib keldi. Bu xotin ham jodugar, ham folbin, ham kulgili va dahshatli hikoyalar aytadigan hikoyachi edi. Ilon To'rch vakilning tumanli so'zlarini tinglagach, uning 3 narsa qiziqtirishini payqadi. Cho'lda Guljamolni sevadigan biror yigit yo'qmi? Qiz turkmanlar bilan yashiriqcha gaplashmaydimi? Va shoh yonida yotib kelgan kechasi hanjari bormidi? Ilon To'rch kaftini tutib, "Hammasini tushundim", dedi. Vakil unga bir necha tanga tashladi. "Tangalar orasida bitta ham oltin ko'rinmaydi-ku. Muhim xabar keltirsang, oltin ham beraman." Qotma Qorachadan kelgan, quloqlariga katta kumush baldoq taqqan jodugar kampir haramdagi yangi durdona turadigan hovliga kirib, eshik yonida to'xtadi. Baland devor bilan o'rab olingan kichkina hovlini u qop-qora, qisiq ko'zlardan kechirib chiqdi. Shohning boshqa xotinlariniki singari bu hovlining ham bir tarafida bir qavatli oynasiz, uzun ayvonli imorat joylashgan. Ayvonga 5 ta tosh tavqi eshik ochilgan. Hovli o'rtasidan oqayotgan ariq hovuzga tushadi. Uning atrofi gulzor. Hovlining to'rida devor yonida katta terak tagida bezatilgan oppoq turkman o'tovi. Ilon To'rch yo'l-yo'lakay kabzulini qoqib, hovuz tomonga yo'l soldi. Qorachadan kelgan, qora ko'z, bodom qovoq bir qiz g'isht ustida o'tirardi. U ko'k qashqar tovoqdan pishgan go'sht donalarini olib, suvdagi tanga baliqchalarga tashlardi. Ilon To'rch zinaga o'zini tashlab, qizning binafsha rang ko'ylagini etaklarini o'pdi va xonish qilib so'z boshladi. "Salom senga Gulchehra. Nurli qo'llaringdan o'pishga, soyangga yaqinlashishga ijozat ber." Shirin so'zlar, maqtashlar uning og'zidan odatdagicha uzluksiz yog'lar, o'zi esa "Shoh buning nimasini sevgan ekan? Buning o'zi kichkina, o'rikday qip-qizil ekan. Shoh haramidagi boshqa nozaninlarning husni va qaddi qomatida bunda asar ham yo'q-ku. Shohimiz ham qiziq ekan-da", deb o'ylardi. Guljamol uning so'zini bo'lib, "Cho'lda nima gap?" deb so'radi. "Cho'ldagi xonlardan biri bir qizga xushtor bo'lib qolgan ekan. Dardimga davo bo'lsin deb yaqinda menga tuya yuboribdi. U yerdagilarning barchasi seni eslab turadi. Hamma seni baxtli deydi. Xorazm shoh hamma xotinlaridan ham bizning turkman qizimizni ortiqroq sevadi. Uning barcha barmoqlariga taqib qo'ygan uzuklarning ko'zda binafsha rang uchqunlar otlar emish. Unga Eron gilamlari bilan bezatilgan oq o'tov tikilib beribdi va har kuni pista bilan aralashtirib pishirilgan qirg'ovul va o'rdaklar yuborar emish", deydilar. "Men podshohning xotini atalsam-da, haqiqatda uning 301-xotiniman. Bundan ko'ra jo'n bir yigitning xotini bo'lganim yaxshi edi. Cho'ldagilarning menga havasi kelsa, men Qoraqumning chechaklari hidini keltiradigan shabadasini sog'inaman. Bu yerda shoh oshxonasida tinmay chiqib turadigan tutundan boshim og'riydi. Bu yerda devor, soqchi turgan qorovul xona va anavi keksa terakdan boshqa hech narsani ko'ra olmaganimdan keyin oq o'tovning menga nima keragi bor? Husningning 100dan biri menda bo'lsa, baxtli bo'lardim. Lekin hech kim menga pistalik o'rdak pishirib bermaydi." "Qizlar", deb qichqirdi Guljamol. "Dasturxonni yozinglar. Sen fol boqib qo'y." 2 cho'ri oq o'tovga chopib ketdi. Tanga qadalgan, durri o'ragan qari turkman xotin kelib yerga o'tirdi. U jodugarga tikilib boqar edi. Ilon To'rch zina ustiga binafsha rang ro'molini yozdi-da, qizil xaltasidan bir hovuch oq
va qora lo'ya to'kdi. Suyakdan yasalgan ingichka cho'pi bilan loylarni u yoq bu yoqqa surib, lo'lichasiga bir nimalar dedi. U yonib turgan qora ko'zlarini katta ochib, bo'g'iq tovush bilan pichirlab tushuntira boshladi. Cho'lda o'zi yosh bo'lsa ham juda bahodir bir yigit bor. Arslondan ham qo'rqmay nayza uradi. 10 ta qaroqchiga duch kelsa, hammasini ham chopib tashlaydi. Bu yigit sening hajringda kuyib, tunlari uxlamaydi. Baxshining ishqiy ashulalarini tinglab, osmonga qarab xayol suradi. Uning so'zlari mana shu yulduzlarga o'xshar edi deydi. Sen ham xo'rsinayotgandek ko'rinasan. Gapim rost shekilli. Guljamol seskanib ketdi. Ko'ylagidagi oltin va kumush tangalar jaranglab ketdi. U tangalardan birini uzmoqchi bo'lgan edi, uza olmadi. "Enajon, qaychi olib keling", dedi. Ilon-to'rt sekin, "Oq sopli pichog'ing qani? Cho'l qizlari singari doim yoningda turardi-ku", dedi. Guljamolning yuragi shuv etib ketdi. Qari turkman xotin shoshilmay o'rnidan turib, o'tovdan gilam to'qiganda ip qirqadigan katta qaychini keltirdi. Guljamol ko'ylagida yupqa oltin tangani kesib oldi-da, qo'lida ushlab turdi. "Sen hozir mening hajrimda yurgan yigit to'g'risida ertak to'qiding. Nega uni ismini aytmaysan? Folga chiqmay yotibdi. Firoq alangasida yongan yigitning ismini faqat sening yuraging aytib bera oladi. Meni qipchoqlar zo'rlab podshohning haramiga olib keldilar. Cho'lda men ko'p yigitlarga talash edim. Biz bechora qizlarning ko'nglimiz kimda ekanini keksalar so'rab o'tirarmidilar. Bu ola qarg'a hammasini chalkashtirib yubordi", dedi jahl bilan keksa turkman xotin. Podshoh xotinining yuragida faqat bir kishiningina, Rustamdek go'zal, Iskandardek mard hukmdorimiz, Xorazmshoh Muhammadninggina ishqi bo'lishi mumkin. Saroydagi har bir ayol faqat uning uchun yashaydi va faqat o'sha to'g'risida o'ylaydi. Quloq solma bu makkor xotinga, Guljamol. Eshikdan katta salla o'ragan haram og'asi kirib, folbin xotinni imlab chaqirdi. Folbin xotin haramning qudratli qo'riqchisi yoniga yugurib bordi-da, u bilan shivirlashib gaplashdi. Qaytib kelib zinaga o'zini tashladi-da, Guljamolning etaklarini silab, "Kechir men yaramasni. Hozir meni Valiyat Uzlakshohning onasi fol boqishga chaqirtiribdi. Birpas tinch o'tirgani qo'yishmaydi", dedi va olgan oltinini yana bir marta o'pib, haram og'asining ketidan chiqib ketdi. 8-bob. Qayg'u elchisi ham xushxabar keltira oladi. Xorazmshohning eng ichkari uylarining birida davlatni idora qilish ishlari bilan mashg'ul edi. Devorning ham qulog'i bor deydilar, ammo devorlarga gilamlar qoqilgan, quduqqa o'xshab faqat kechalari tuynukdan yulduzlar ko'rinadigan oynasiz bu uyda quloq bo'lishi mumkin emas. Bu uyda shoh bosh jallod bilan yuzma-yuz gaplashishdan yoki zerikib yotgan sanoqsiz xotinlarining qilmishlari haqida saroy vakillarining so'zlarini eshitishdan qo'rqmaydi. Bu yerda shoh ziyofat vaqtida o'z shohiga nobob so'zlar aytgan xoinni yashiriqcha bo'g'ib o'ldirishi yoki ko'pdan beri arkka oltin keltirmay qo'ygan keksa Hasisbekning ko'rasiga otliqlar yuborish haqida maxfiy buyruqlar berardi. Ko'pincha shohning bu gilamli uydagi maxfiy suhbatidan keyin saharda baland minoradan tashlangan noma'lum kishi dodlagancha yerga tushib, pachaq-pachaq bo'lib turardi. Oydin kechalarda jallodlar shohga yoqmay qolgan bechoralarni qopga solib, qayiqdan tezkor Jayhun daryosiga tashlab turardi. Ko'p suvga tashlangach, keng daryo ustida ashula yangrardi. Bahor chog'i bog'laringda navo qilur bulbullar. Chunki sahar xush hid yoyar qizil gullar, sunbullar. Eshkakchilar esa "Oh, go'zal Xorazm!" deb naqoratni ko'tarardilar. Bu kecha Muhammad g'amgin va kam gap edi. Saroy vakili unga bugun kuni bilan o'g'li Jaloliddinxon yoniga qanday shaxslar kelgani to'g'risida ma'lumot berar edi. Bedov ot mingan 3 ta turkman keldi. Bulardan biri yuzini ro'mol bilan bekitib olgan, uning kelishgan yosh yigit ekanini va ko'zlari qarchig'ayniki singari o'tkir ekanligini payqashibdi.
Nega ushlamading? Nariroqda chakalakzor ichida uni 40 ga yaqin epchil turkman yigitlari kutib turgan ekan. Lekin bozordagi turkmanlar kelib tushadigan Mardonning choyxonasida Qora Xanjar degan ismning ko'p takrorlanganini qo'ygan odamim eshitibdi. Qora Xanjar karvonlarning kushandasi? Shunday on hazrat, lekin valiahd u bilan. U valiahd emas endi. Shohning so'zi Allohning so'zi. Shunday bo'lsa-da, har qanday oddiy bek ham karvon yo'llarining qaroqchisi bilan suhbatlashish darajasida razolatga tushmas. Bu notinch zamonda bundan ham battarrog'i bo'lishi mumkin. Jaloliddin uzoqroqqa, masalan, hajga ketsa, turkmanlar bilan shivirlashib barham topmasmikan? Men uni Hindiston chegarasidagi uzoq g'aznaga hokim qilib tayinladim. Ammo u yerda ham norozi hollarni o'z atrofiga yig'ib, Xitoyga yurish qilishga undaydi. Shunday bo'lsa, Xorazm parchalanib ketadi. Yo'q, yaxshi Jaloliddin mening yonimda bo'lsin-ki, hamisha undan ogoh bo'lib turay. Oqilona fikr. Lekin menga qara, xushomadgo'y vakil. Agar men uni Qora Xanjarning o'z elatida yurgandek, Urganchda bemalol aylanib yurganini yana bir marotaba eshitib qolsam, boshingni Jaloliddin saroyi oldidagi yog'ochga tikib qo'yaman. Vakil eshik tomon borar ekan, Xudo saqlasin pushtipanoh deb g'udilladi. Keksa haram og'asi kirdi. Janobimizning amrlariga muvofiq Guljamol dargohingizga kelib, amringizga muntazir. Shoh istar istamas o'rnidan turdi. Sen uni shu yerga, gilamli uyga keltir. Shoh yo'lakdagi tor eshikdan egilib o'tdi-da, aylanma zinadan yuqori chiqib ketdi. Kichkina hujradagi tor derazaning naqshimdor yog'och panjarasiga suyanib, gilamli uyda nima voqea yuz berishini kuzatib turdi. Qari, bukchaygan, ko'sa kashmiri ro'mol bog'lagan haram og'asi naqshimdor eshikni ochdi. Uning qo'lida 4 shamli shamdon bor edi. Yo'l-yo'l hijobga o'ralgan kichkina bir gavdani ko'rgach, tortdi-da, "Yuraver", dedi ingichka ovoz bilan. U vazmin pardani surib, qo'lidagi shamdonni baland ko'tardi. Guljamol xuddi ustiga bir narsa tushib ketadigandek engashib o'tdi-da, eshik oldida kavushini yechib, 2 qadam ilgari bosdi. Qizil buxoriy gilamlar qoplangan toruy o'yinchiqqa o'xshardi. Uning shipi baland va qorong'u edi. Haram og'asi chiqib ketdi. Eshikning kaliti jiringlab buraldi. Devorning baland yeridagi naqshimdor panjarali yumaloq darcha yorishib ketdi. Haram og'asi u yerga sham qo'ygan bo'lsa kerak. Uning qarshisidagi devorda xuddi unga o'xshagan qorong'u darcha bor edi. U yerda hech kim mo'ralamayotganmikin? Guljamol qandaydir gilamli uy to'g'risida saroy g'ibatlarini eshitgan edi. Haramdagi ayollar bu uyda jallod Jahon Pahlavon zino yo'liga kirgan shoh xotinlarini bo'g'ib o'ldirishini, Xorazmshoh esa shu vaqtda yuqoridagi panjaradan darchadan qarab turishini aytishgan edilar. Hozir u o'sha gilamli uyga kirib qolmaganmikin? Guljamol uyni bir aylanib chiqdi. Yerga bir necha kichkina joynamoz singari gilamchalar yozilgan. O'ldirilgan xotinlarni kechasi saroydan olib chiqib ketayotganida shu gilamlarga o'rasharmikan? Guljamol xavotirlanib, har sharpadan seskanib, burchakda guldor yostiqlar ustida o'tirardi. Birdan eshik oldiga qoqilgan gilam qimirlab, uning ostidan qandaydir yirtqichning boshi ko'rindi. G'ira-shira qorong'ulikda uning yumaloq ko'zlaridan ko'k uchqunlar sachrar edi. Guljamol irg'ib o'rnidan turdi-da, o'zini devor tagiga oldi. Sariq chipoy yirtqich jimgina uyga kirib, boshini oldingi oyoqlari ustiga qo'yganicha yotib oldi. Uning uzun dumi o'ynar va yerga urilar edi. Qoplon deb o'yladi Guljamol. Odam yeydigan ovchi qoplon. Lekin baribir turkman xotinlari osonlikcha taslim bo'lmaydilar. U tiz cho'kib, gilamning bir chetini ushladi. Qoplon xirillab Guljamol tomonga siljiy boshladi. "Voy, o'ldim! Voy dod!" deb qichqirdi Guljamol va gilamni ko'tardi. Yirtqich
bir irg'ib uni yiqitdi. Guljamol gilam ostiga berkinmoqchi bo'ldi. Qoplon oyog'i bilan gilamni yulib, yirtmoqchi bo'lardi. "Voy dod, kunim bitdi!" deb baqirdi Guljamol. Shu payt eshik qattiq qoqildi. Kimdir gapirardi. Kishilarning qichqirishi va yirtqichning xirillashi tobora avj oldi. Keyin shovqin jim bo'ldi. Kimdir gilamni ochib ko'tardi. Qizning qarshisida novcha, oriq, qora kunduz telpak kiygan, chakkasidan iyagacha tilingan bir yigit qonli xanjarini gilamning bir chetiga artib turardi. Keksa harom og'asi yigitning yengiga yopishib, uni tashqariga sudirar edi. "Xilvat xonaga kirgani nechuk hadding sig'di? Nima qilib qo'yding, uying kuygur, podshohning sevikli qoplonini o'ldirishga qanday jur'at qilding? Shoh boshingni nayzaga iladi. Qoch, ko'sa, bo'lmasa sening ham boshingni tanangdan judo qilaman." Guljamol o'rnidan turdi, ammo holsizlanib yana yostiqqa yiqildi. Qoplon uyning o'rtasida xuddi kesilgan boshini ushlab yotganday yotar edi. U hanuz jon berar edi. "Tirikmisan? Qattiq yarador bo'lganga o'xshaysiz yigit. Yuzingizdan hali ham qon oqayapti." "Hech gap emas. Yuzdagi jarohat o'rni jangchining ziynati." Qo'riqchilar boshlig'i Temur Malik yugurib kirdi. Eshik oldiga bir qancha jangchilar to'plangan edilar. "Kimsan? Saroyga qanday qilib kirding? Qorovullarni urishga qanday jur'at qilding? Ber qurolingni." Yigit shoshilmay xanjarini qiniga soldi-da, hovliqmay javob berdi. "O'zingiz kimsiz? Qaroqchilar boshlig'i Temur Malik emasmisiz? Assalomu alaykum. Men muhim bir ish bilan podshohni ko'rishim kerak. Samarqanddan yomon xabarlar bor." "Kim bu jasoratli kishi?" degan ovoz jarangladi. Xorazmshoh katta-katta qadam bosib, xanjarining dastasini ushlagancha gilamli uyga kirib keldi. Yigit qo'l qovushtirib, "Assalomu alaykum ulug' shohim", dedi. So'ng birdan qaddini rostladi. "Siz bu yerda hazil bilan ovorasiz. Ojiz ayollarni yovvoyi mushuk bilan qo'rqitasiz. Dunyoda esa jiddiy voqealar ro'y bermoqda. Karvon yo'lida Samarqanddan kelayotgan choparni uchratdim. U chopa berib otini ishdan chiqaribdi. So'ngra otini tashlab piyoda yuguribdi. U telbalarga o'xshab Samarqandda isyon, barcha qipchoqlarni o'ldirishayotibdi, kanoralarga osishayotibdi dedi xolos. Isyonchilarga Samarqand hokimi bo'lmish kuyovingiz Sulton Usmon boshliq. U sizning qizingizni ham o'ldirmoqchi bo'lgan ekan. Qizingiz 100 ta epchil yigiti bilan qal'aga kirib olib, kecha-yu kunduz urushayotibdi. Mana qizingizdan xat." Xorazmshoh yigitning qo'lidan qizil paketni tortib olib, xanjarining uchi bilan ochdi. Qorong'uda xatni o'qishga urinib ketdi. "Men ularga isyonni ko'rsatib qo'yaman. Samarqand doim isyonchilar makoni edi. Menga qara Temur Malik. Tezlik bilan qipchoq askarlarni yig'ish kerak. Men Samarqandga yurish qilaman. Allohning yerdagi soyasiga qarshi qo'l ko'targanlarni osishga u yerda terak ham, arqon ham yetishmay qolar. Bu qizni oq o'tovga eltib, tabib chaqiringlar. Yigit, sening isming nima? So'rab nima qilasiz? Bepoyon cho'lda yurgan bir yigitman-da. Sen menga sovuq xabar keltirding. Eski odatga ko'ra, qayg'u elchisini o'ldirishim kerak. Bundan tashqari sen mening eng yaxshi ko'rgan qoplonimni o'ldirding. Endi senga qanday jazo berishga o'zim ham hayronman." "Men buni bilaman, shohim", dedi Temur Malik. "Ruxsat eting, aytay." "So'yla Botir Temur Malik va o'z qaroringni bu jasoratli yigitga mening nomimdan e'lon qil. Urushda bir kunni, hatto bir soatni ham qo'ldan berish, g'alabani qo'ldan berish demakdir. Bu yigit katta ixlos bilan xizmat qilib, muhim va yaxshi maktub keltirdi. Bu maktubda qizingizning sog' salomatligi va dushmanlar hujumini bahodirona daf qilayotganligi yozilgan. Siz
Hurmatli shohim, tezlik bilan Samarqandga yetib borsangiz, Botir qizingizni halokatdan qutqarishga ulgurasiz. Mana shunday xizmati uchun shoh yigitning 9 gunohini 9 marta kechiradi. O'ldirilgan qoplon o'rniga pushtipanoh boshqa, undan ham shijoatli qoplonga, xuddi mana shu jasur yigitga ega bo'ladilar va uni o'zi olib keladigan 100 ta turkman askariga yuzboshi qilib tayinlaydilar. Bular qo'riqchilarning qatoriga kirishadi. Xorazmshoh hayron holda qora soqolining uchini brilliant ko'zli uzuk taqqan barmog'iga urar edi. Arslon izidan qaytmaydi. Xorazmshohning gapi bitta bo'ladi, dedi yigit viqor bilan. Turkman qizini qayerga eltib qo'yay? Yigit engashib, yerda yotgan Guljamolni avaylab ko'tardi. Eshik yoniga borib, bu novcha, qotma xo'mraygan yigit biroz to'xtadi-da, Xorazmshohga burilib, xuddi o'z tengiga gapirganday: "Sizga karvonlaringizning ofati Qora Hanjardan salom", dedi-da, mag'rur chiqib ketdi. Shoh g'azablanishni ham, marhamat qilishni ham bilmay Temur Malikka qaradi. Temur Malik qattiq kulib yubordi. Zabt etchil yigit ekanmi? Siz bo'lsangiz turkmanlarga ishonib bo'lmaydi deysiz. Bunaqa yigitlardan to'plangan qo'shin bilan dunyoni fath qilishingiz mumkin. Bir necha kun o'tdi. Tun 3 kechalik oy minora ustida turardi. Bir necha ko'lanka sekin saroy yonidan o'tib, keksa terakning shoxlari devordan osilib tushgan yerga borib to'xtadi. Qil arqondan qilingan shotining sirtmog'i devor ko'ngirasiga tashlab ilintirildi. Bir ko'lanka devor ustiga chiqdi. Oq o'tovning ustida tutun chiqar, teshiklardan yorug' tushardi. Ukkining sayragan ovoziga o'tovdan bir nimaga burkangan xotin chiqdi. Qorong'ulikda kishilar ovozi eshitildi. Hamma turkmanlar aka-uka. Assalomu alaykum. Guljamol salomatmi? Men uning oq sochiman. Sho'rimiz qursin. 3 kun bo'ldi. Xorazmshoh qo'shini bilan Samarqandga isyon bostirgani ketgan. Endi saroy xonning onasi berahm turkon xotinning qattiq nazoratida qolgan. U Gulchehramizni saroyning g'isht qalasiga ko'chirishni buyurdi va qo'riqchilar sonini 2 baravar oshirdi. Guljamol o'lguncha shu yerda turadi dedi. Sen bir ilojini qilib uning oldiga kir. Mana bu bir oltin dinoni haram og'asiga, mana bu 2 dinoni qo'riqchilarga ber. Guljamolga aytkin, shahardan tashqari katta yo'ldagi shayx qabrini ziyorat qilgani borish uchun shohning onasidan ijozat olsin. Turkon xotin ziyorat qilishga javob bermasdan iloji yo'q. Guljamol shahardan chiqsa bo'ldi. Qora Hanjar bilib ishini qiladi. Ko'lanka yana devor ustiga chiqdi-da, qorong'ulikda ko'zdan g'oyib bo'ldi. Oqsoch xotin, dunyoda Turkon xotindek johil va ayyor xotin yo'q. U biror kishini yorug' dunyodan yo'q qilaman der ekan, kim unga to'sqinlik qila olardi, deb shivirladi. 9-bob. Nazardan qolgan valiahd bog'ida. Temur Malik chiniqqan, ko'p janglarni ko'rgan kishi edi. U hech qanday xavfdan qo'rqmas edi. Dushmanning qilichi uning boshida ko'p o'ynagan, nayzalar qalqonini teshgan, yoylar sovutiga sanchilgan, yo'lbarsning changaliga tushgan. Qoplon unga ko'p marta quvib yetgan. Ajal ko'zlarini tindirib, atrofida ko'p aylangan. U yana nimadan qo'rqsin? Shuning uchun Temur Malik Xorazmshoh g'azabidan qo'rqmay, shahardan tashqaridagi Tillali bog'ga Xorazmshohning valiahtlikdan tushib qolgan o'g'li Jaloliddinni oldiga jo'nadi. U kelganda yosh xon bog'da edi. Jaloliddin gilam ustida o'ga cho'ngan holda o'tirardi. U urg'ib o'rnidan turdi-da, mehmonning istiqboliga chiqdi. Assalomu alaykum, Botir Temur Malik. Men bu yerga bir necha do'stlarimni chaqirgan edim. Biroq ko'plari betob ekanliklarini aytib, afsus bildirdilar. Valiahtlikdan tushib qolgan uzoq G'aznaning hokimini oldiga kelishdan cho'ldan kelgan 3 ta ko'chmanchi va siz tortinmadingiz. Temur Malik gilamga o'tirar ekan,
shohning amri muqaddasdir, dedi. Turkman xotinidan tug'ilganim, Qipchoqlar vorisining Qipchoqdan bo'lishini istaganliklari uchun men aybdormi? Dedi Jaloliddin o'ychan bir holatda. Qipchoq voris bo'lsa bo'laversin, lekin otam menga doim to'qinishlar bo'lib turadigan chegaraga oddiy yigit bo'lib ketishga ijozat bersin. Men o'ynoqi otni, yaltirab turgan qilichni, cho'l shamolini yaxshi ko'raman. Gilamda ag'anab yotib, mo'ysafidlarning qo'shiq va ertaklarini eshitib o'tirishga hushim yo'q. Axir hamma yoqda urush boshlanib ketdi-ku, dedi Temur Malik. Qipchoq beklari cho'llarga qo'shin tortib borishni shohdan iltimos qilayotirlar. U yerlarga sharqdan noma'lum xalq hujum qilib, yerlarimizni bosib olayotgan emish. Qipchoqlarning mollarini yaxshi o'tloqlardan haydab ketayotgan emish. Otam Xorazmdan Qipchoqlarning hammasini haydab, mamlakatni ularsiz idora qilsa yaxshi bo'lardi. Qipchoqlar haddan oshgan va buzilib ketgan. Otamning boshiga mushkul ish tushganida unga xiyonat qiladilar. Nega shunday deb o'ylaysiz? Dedi Temur Malik. Shoh Xorazm xalqiga ishonmay, hokimiyat va tartib saqlashga kelganda Qipchoqlar qo'liga topshirishi, qo'yning junini olishni bo'rilarga topshirganday gap. Hademay u jundan ham ayriladi, qo'ydan ham. O'zi ham bo'rilarga yem bo'ladi. Jaloliddin chetda turgan g'ulomga qarab, qoshini chimirib qo'ydi. G'ulom kelib ta'zim qildi. Ko'p mehmon keladi deb dasturxon tayyorlangan edi. Kelishmadi. Yo'lga odam chiqar. O'tgan ketganlarni surishtirsin. Kim ko'nglimni ochadigan bo'lsa, bu yerga olib kelsin. Mening sevgan toylarimni ham keltirib qo'y. Chaqirilgan mehmonlar kelishmasa, otlarimni va ko'chadagi och yalang'ochlarni ziyofat qilaman. Siz meni chaqirtirgan edingiz. Keldim, degan ovoz eshitildi. Butalar orasidan baland bo'yli, xipcha, kunduz telpak kiygan turkman chiqib keldi. U qo'l qovushtirib ta'zim qildi. Seni ko'rganim uchun baxtiyorman. Cho'l qoploni qora hanjar. Qani kel, o'tir biz bilan. Xorazmning sharq chegarasidagi qalachaning o'nboshisi Alijon 5 yigiti bilan katta karvon yo'lida ot choptirib kelar edi. U faqat otlarga yem berish uchungina biroz yo'lda to'xtar edi. Alijon ajoyib asarni Urganchga yetkazib borolmaslikdan qo'rqardi. Yo'lda uchragan yo'lovchilar to'xtab, qanday xavfli qaroqchini qo'lga tushirdilaring deb so'rashar, otliq yo'lovchilar otlarni choptirib bularga yaqinlashar va bog'langan asirni ko'rishga tirishar edilar. Biroq Alijon unga yaqinlashganlarni qamchi bilan urib haydar edi. Ikkita anahordan o'tib ketishdi. Xoda va shohlardan yasalib zo'rg'a turgan ko'prik ham ortda qoldi. Iroqda teraklar orasida Urganchning masjid minoralarining havorang gumbazlari ko'rina boshladi. Chorrahada qizil kamzul kiygan va oq jambuqli qora otlar mingan 6 kishi Alijonning yo'lini to'sdi. "To'xtanglar, yigitlar! Qochinglar, yo'lni to'smanglar!" deb baqirdi Alijon. "Din homiysi nomi bilan aytamanki, zarur ish bilan devoni arzga ketayotganlarni yo'ldan qo'ymanglar. Bizga xuddi sizlar kerak edilaring. Xorazmshohning o'g'li Jaloliddin darhol o'z huzuriga kirishinglarni buyuradi. Biz hech qayerda to'xtamay, to'g'ri Urganchga, boshlig'imiz Temur Malik oldiga borishimiz kerak." Biroq otliqlar Alijonning otini jilovidan mahkam ushlagan edilar. Temur Malik bog'da bek bilan qo'shiq eshitib o'tiribdi. "Yuringlar. Kimga aytayotirman? Nega urushasan? Asiring o'lib qolmaydi. Jaloliddin senga po'stin inom qiladi. Palov bilan qorningni to'yg'izadi. Bir hovuch kumush dirham ham beradi. Bekning palovi qanday desang-chi, bunday palovni yemabsan, dunyoga kelmabsan." Alijonning dimog'iga qo'y yog'ining hidi kirganday bo'ldi-da, yigitlarga "To'xtanglar, bog'chaga yuringlar, huzur qilamiz", dedi. Yigitlar bog'langan asir bilan yo'ldan burilishdi-da, baland darvoza yonida xo'mrayib turgan qorovullar oldidan o'tib, tashqi hovliga kirishdi.
qosh qoraygan, qator tizilib turgan 6 ta o'choqda ot lovullab yonar edi. O'choqlarning oldida qizil kiyim kiygan ayollar yurishardi. Ular o'tning shu'lasida qirmizi bo'lib ko'rinar edilar. Ular egardan tushib, otlarni ustunlarga bog'ladilar. Asir ot ustida qolaverdi. Uning tagida ot tepinar, bosh chayqar, yigitlar pichan solib ketgan boshqa otlar oldiga intilardilar. Ayollar yugurib kelib, jun arqon bilan otga bog'langan bu ajoyib asirni o'rab oldilar. Uning uzun ko'k kiyimi, yoniga tikilgan yo'l-yo'l qizil jiyak va gardishi yuqoriga qaytarilgan yapaqsiz qig'iz qalpog'i boshqa qabiladan ekanligini ko'rsatib turardi. Ikki chakkasidan ho'kizning shoxlariga o'xshash ikki kokili yelkasiga tushib turar, olaygan va hamisha bir nuqtaga tikilib turgan ko'zlari vahimali ko'rinar edi. Odamlar o'zaro shivirlasha boshladilar. Bu o'lik-ku. Yo'q, joni bor. Nafas olayotibdi. Majusiylarning joni qattiq bo'ladi. Xizmatkor Alijonga, "Mening ketimdan yuring. Anavi bedovni ham birga olib yuring", dedi. Alijon asir mingan otni yechib, katta qayrag'ochlar, shaftoli daraxtlari soya solgan xiyobondan asta-sekin o'tib ketdi. Kichkina shiypon atrofidan aylanib oqqan ariq shildirab oqardi. Shiypon oldida 6 tasi qora, 6 tasi to'riq, yollari taralgan va yollariga qizil popuklar qo'shib o'ralgan 12 ta toy turardi. Har bir arg'umoq yerga ko'milgan qoziqlarga zanjir bilan bog'langan. Mislagan ko'targan 2 ta yigit toylarga qarch qilingan qovun yedirardi. Alijon otlarning husniga olovdek yashnab turgan ko'zlariga va g'ozning bo'yni singari bo'yinlariga shu qadar mahliyo bo'lib qoldiki, katta qayrag'och tagida o'tirgan bir to'da odamni keyin ko'rdi. Supaga Eron gilamlari yozilgan, dasturxonda kumush idishlar, Iroq shisha qadoqlar, parvardalar, ho'l va quritilgan meva va boshqa noz-ne'matlar turar edi. Dasturxon atrofida bir necha kishi davra olib o'tiribdi. Hindcha salla o'ragan, qorachidan kelgan yigit ulardan ayrilib boshqa yerda o'tirardi. Uni hamma izzat-ehtirom qilardi. Supaning yonida mashshoqlar mashq qilmoqdalar. Biri g'ijjak, ikkinchisi nay, uchinchisi esa ustalik bilan childirmachalar, bog' g'azin va kayf beruvchi musiqa tovushi bilan to'lgan edi. "Xush kelibsiz, xush kelibsiz", dedi o'rnidan irg'ib turgan qora yigit. Uning ketidan boshqalar ham o'rinlaridan turdilar. Yigit qimirlamay yotgan asirning oldiga keldi. Alijon bu yigit shohning o'g'li Jaloliddin ekanini fahmladi. "Buni sen tutdingmi? Qayerda ekan?" "Men buni cho'lda, o'tirorga yaqin yerda ko'rib qoldim. Juda baquvvat, chayir odam ekan. Zo'rg'a bog'ladim." "Kim bu o'zi? Qaysi qabiladan ekan? Nima dedi?" "Savollarimga javob bermadi. Indamaydi. Ajali yaqinlashganga o'xshaydi. O'lib qoladi shekilli." "Bilmadim, on hazratlari. Buni Xorazmshohning huzurlariga tirik eltay deb jonimni boricha chopdim. Choptira berib madorini ketkizibsan. Buni so'zlashga majbur qilish kerak." Jaloliddin chapak urdi. Xizmatkor hozir bo'ldi. "Zabon tabibni aytib kel. Dori darmonlari bilan kelsin. Kasal o'lish oldida degin." "Hozir, shohim." Asir o'ziga kela boshladi. Uning ko'zlari katta-katta ochildi. Ochiq og'izdan qandaydir ma'nosiz tovushlar chiqdi. Arqonni uzmoqchi bo'lib zo'r berdi. "Nima deyapti?" deb so'radi Jaloliddin. Alijon tushuntirdi. "Otlaringni ko'rib zavqi keldi. Yaxshi otlar ekan, chiroyli ekan. Biroq bular bu yerda qolmaydi. Bu otlar yengilmas Chingizxonga o'tib ketadi. Bularni Chingizxonning o'zi minadi deydi. Bu majusiyning tilini qayerdan bilasan? Men ilgari karvonlar bilan Xitoyga va tatarlar yurtiga borganman. Bularning tilini o'shanda o'rganganman. Yengilmas Chingizxon deyotgani kim o'zi? Nima uchun u yengilmas? Bu majusiy bu yerda bunday beadab so'zlarni so'zlashga qanday jur'at qildi?" deya achchiqlandi Temur Malik. "Yer yuzining yengilmas podshohi Xorazmshoh Muhammad xolos. Agar bunday adabsizlik qiladigan bo'lsa, men bu asrni hozir chopib tashlayman. Qo'ya bering."
vaysayversin, dedi Jaloliddin. Biz tatarlarning bu yengilmas yo'lboshchisi to'g'risida bilganlarini so'rab bilib olamiz. Bog'ning butalari orasidan ingichka ovoz eshitildi. Kimdir javdirab keldi. Xudo har bir mo'minga Amir al-Musliminning o'g'li, sinmas qilich, uchar otlar egasi, odil va bahodir Jaloliddindek shavqat ato qilsin. Ilohim uning qilichi barcha islom dushmanlarining boshiga balo bo'lsin. Xiyobondan uzun soqolli, katta salla o'ragan, jikkakkina bir kishi yugurib kelardi. Qo'lida charm xalta va katta sopol obdasta. Uning belbog'iga osilgan turli mis asboblar, pichoq va shisha idishlar jaranglar edi. U Jaloliddinning oldiga kelib ta'zim qildi. Sizning marhamatingiz tufayli bir balodan qutuldim. Cheksiz himmatingiz meni dargohingizga keltirdi. Menga hozir o'layotgan kishining joniga oro kiritishingiz kerak deyishdi. Jaloliddin qo'l ishorasi bilan uni vaysashdan to'xtatdi. Zabon tabib, tiling biroz orom olsin. Mana bu hastani ko'r. Hamma bilimingni, idishingdagi barcha dori darmonlaringni ishlat. Bu odamni tuzatishga harakat qil. Men sizning qulingiz bo'laman. Amringizni bajarishga tayyorman. Pakana tabib ishga tushdi. Xizmatkorlar asirni yechib, otdan tushirdilar. U oyoqlarini kerib, zo'rg'a turardi. Jirkangan xizmatkorlar duo o'qishib, tabibning buyrug'iga ko'ra uni yechintirishdi-da, namatga o'tkazdilar. Asir ko'zlari olayganicha hushsiz yotardi. Tabib duo o'qir, hastaning ko'kragiga rangsiz moy surkar va suyaksiz qoshiq bilan qotib qolgan yaradagi qurtlarni sidirib olar edi. Qurtlab ketibdi. Lekin kitobda Xudo qancha kasal yaratgan bo'lsa, ularni tuzatish uchun shuncha dori darmon ham yaratgan, deyilgan. Yaradan qon oqa boshlagach, tabib unga yog'langan paxta bosdi va badanini latta bilan o'rab tashlashni buyurdi. Ey muhtaram xon, ey shohim, dedi Jaloliddinga qarab. Men arab hozik tabibi Qaddohman. Rumlik Gippokratning kitoblarini o'qigan, ko'z kasalliklariga qaraydigan, ko'zga tushgan oqni yo'qotadigan mutaxassisman. Chiqqan suyakni soladigan, kishini o'limdan qutqazadigan xizmatkoringiz va qulingizman. Sizning sa'di davlatingizda kun ko'raman. Buyuring. Bir ko'zacha eski musallas keltirsinlar. Dori yasay. Mening muolajamdan so'ng hasta 1-2 kun gapiradi, so'ngra Xudoning irodasi bo'ladi. Yo o'ladi, yo yaxshi bo'lib ketadi. U musallasni olib, unga turli xil dori darmonlar aralashtirgach, tayyor bo'lgan dorini goh o'zi ichib ko'rar, goh hastaga ichirardi. Shundan keyin hasta ko'zini ochib, tilga kirdi. Yuzlari qizarib bo'rtib ketgan asir avval alla nimalar deb ashula aytdi. Bir nimalar deb qichqirdi. So'ngra she'r o'qiyotgandek dona-dona qilib, salmoqlab so'zlay boshladi. Alijon diqqat bilan tinglab, tarjima qila boshladi. Yonib turgan ko'zlarini yiroqlarga tikkan asir, vatanimdan go'zal va ajoyib yer yo'q. Qizg'ish qirlar orasida 33 ta kum sahrosi bor. Eng o'tkir uloqchi ot ham u yerlarni chopib, aylanib chiqa olmaydi. Vatanimning bag'ridagi baland va barra maysazorlarda turli yirtqich hayvonlar 70 xil kiyik chopib yuradi. Qushlar sayraydi. Feruzadek osmonni oppoq g'ozlar. Turnalar uchib o'tadi. Vatanimning dalalarida hammaga joy topiladi. Lekin bechora ko'chmanchi qabilamizgagina joy yo'q. Kuchli qabilalarning ochko'z xonlari ko'm-ko'k o'tloqlarimizni tortib oldi. Bu yerlarda endi yovning semiz o'tlari, buqalari, qo'ylari o'tlab yuradi. Meni faqir, ojiz qabilamga esa faqat taqir sahrolar va tog' jilg'alar qoldi xolos. Bu yerlarda mollarimiz ozdi, kamaydi. Otlarimiz darmonsizlikdan gandiraklaydi. Buning hammasiga sababchi takabbur xonlar va ularning xalqoni
mo'g'ullarni boshqa yurtlarni talagani boshlaydigan yengilmas Bo'rg'il soqol Chingizxondir, dedi. Qanaqa Chingizxonni aytayotibdi? Deb so'radi Jaloliddin. Alijon savolni tarjima qildi. Temujin Chingizxonni bilmaydigan odam bormi? dedi. Men uning oldidan qochib kelayotirman. U qarshisida guldek bo'yin egib turmagan kishini sog' qo'ymaydi. Bo'ysunmaganlardan o'ch oladi. O'ziga qarshi kurashganlarning poyiga tushib, urug' aymog'ini hatto beshikdagi bolasigacha qirib tashlaydi. O'zing kimsan? Nega Chingizxonga qarshi bunday dadil gapiryapsan? Men erkin mergan Gurkan Bahodirman. Men o'zimga xon, o'zimga o'zim navkarman. Bu badburush chol otam va akamning umurtqalarini sindirib, azob berishga amr qildi. Bu Bo'rg'il soqol Xoqon eng go'zal qizlarni tortib olib, cho'ri qildi. Qo'l ostidagi yurtlarda aytgani aytgan, degani degan. Mana shuning uchun men Chingizxonning qo'shinidan qochdim. Men dunyoning narigi burchagiga faqat vahshiy hayvonlar va menga o'xshash erkin ovchilargina yashaydigan joylarga, badjahl Chingizxonning navkarlari borolmaydigan yerlarga ketaman. Chingizxon hozir qayerda? U nima qilmoqchi? Deb so'radi Jaloliddin. Hozir Chingizxon davlati to'g'on zo'rg'a tutib turgan toshqin ko'lga o'xshaydi. Chingizxon tayyor, uning askarlari esa qilichlarini charxlagancha g'arbiy mamlakatlarga hujum qilish haqida Xoqonning amrini kutib turibdilar. Ular bu yerga o'lkalarini talagani, vayron qilgani keladilar. Bu yigitni shu yerda qoldiraylik, dedi Temur Malik. U turkman qiziga uylanib, Qora Hanjarning elatiga o'tov qursin va Qoraqum cho'llarida erkin ovchilik qilib yuraversin. Chingizxon degani kim ekan? Deb so'radi Jaloliddin. Buning so'zlari meni tashvishga solib qo'ydi. U odamni tuzukroq bilish kerak. Temur Malik o'rnidan turar ekan, menga ijozat xon. Men bu asir bilan devoni arzga borishim kerak. Bundan Chingizxon degan ablah to'g'risidagi barcha gaplarni so'rab bilib olaman, dedi. Menga ham ijozat muhtaram xon, dedi Alijon. Yigitlarim noz-ne'matlar bilan qorinlarini to'yg'azib olishdi. Otlarimizning ham qorni to'ydi. Huzur qilib ko'p xursand bo'ldik. Endi ruxsat etsangiz, biz ham yo'lga chiqaylik. Bu noma'lum majusini urganchga o'rdaga eritaylik. Xo'p, g'ulom, yigitga yangi po'stin ber, dedi Jaloliddin. Alijon ta'zim qilib, qushlarga qanot, mehmonlarga salomatlik, mezbonga hurmat, yigitlarga oq yo'l, dedi. 4-qism tugadi.